Yashang, baxtli bo'ling. Shoizmani rosa yaxshi ko'rib kelin qilganlar-da, nimaga? Oyim oxirgi payt mazalari qochyotdi. Oyimga doktor kerak edi. O'g'limga esa kelin, shu uchun doktor kelin tanladik-a. Sanida ikkitasi birdan. Zebo doktor yozib berdi, nima yozilgan? 4 ta shpris, 3 ta dimidrol, 2 ta trimol. Tur soni qani bu yerda? Gazli suv mumkin emas. Shirinlik mumkin emas. Shu doktor xotiring kelmasdan avval hamma narsa mumkin edi. Menga hech narsa yedirmayapti, qurib ketsin. Qo'shni keliningiz doktor ekan, menga ukol qilib qo'ysinlar. Umuman davleniyalarini o'lchab bersinlar. Keliningiz bitta kapelnisa qilib qo'ysinlar. Tinchlikmi onam? Xotining qo'rqitib qo'ydi. Ko'p yursam varikoz bo'lar ekanman, o'tirsam gemoroy bo'lar ekanman. Shunga osilib turibman, hech qayerga zarar yo'q qalay. Qo'lingiz og'rimayaptimi? Og'riyapti. Tushunda. Qo'shni, keliningiz doktor ekanlar, o'g'limni sunnat qildirmoqchi edik. Kelin, mana bu ozdira degan choyni menga damlab bering. Ozdiradigan choy, oyijon bunaqa shubhali choylar ichgandan ko'ra doktor nazoratida ozish kerak. Hozir zamonaviy tibbiyot bor-ku. Yiring oyijon, konsultatsiyaga больницаga boramiz. O'zi shu больницаga bormaslik uchun sizni kelin qilgandik-da. Ha, yuring oyijon, borib bilib kelaylik nima ekan.